Salom hammaga. Hormanglar. Bugun ertalabdan kichkintoyim tomog'i og'ridi. Ertalabdan poliklinikaga chiqdim. Ustrochni больницаga yozib berdi. Unga ishonmasdan mahallamizdagi o'zimiz doktorga chiqib ko'rdim. O'chirta ekanligini kutdim. U juda ham zax, lekin aylanib tozaxonada aylanib keldim. Ular ham lekin dori yozdilar, lekin baribir больницаga yotish kerak deb yozib berdilar. Xonalari chiroyli, eskicha stilda, qanaqadir yoshligim esimga tushib ketdi. Keyin больницаga bordik, mana kelesga bordik, bolamni tekshirtirib yotish kerak dedi. Atak joy yo'q dedi. Bitta taburetka beramiz, shunda o'tirasizlar dedi. Yo'q deb Toshmiga bordik. Toshmiga borsak, o'tda ham joy yo'q. Kichkintoyim charchab ketgan, o'zim ham charchab ketdim. Nima qilish bilmadim. Mana srochni yotqizib, kislorodga ham qo'yishdi. Bolalar 4-tibbiy markaziga borganimizda bizani olishmadi. 3 soat ko'chada qolib ketdik. Keyin skorida keldik, Xonobod degan больницаga. O'sha yerda olib qolishdi. Shunaqa o'sha yerda qoldik. Qo'rqinchli больница ekan, eski, to'g'ri, lekin doktorlari yaxshi, muomalalari ham yaxshi ekan. Mana o'tda ham yangi yil ham o'sha yerda kutib oldik, eson-omon. Majburmiz, tuzalishimiz kerak. Ketishga javob so'ramoqchi edim, lekin doktorlar yo'q deyishdi. Ketsanglar qaytib olmaymiz deyishdi, majbur. Yangi yilni ham o'sha yerda kutib oldik. Sherigim bilan. Shu yerda kutib oldik yangi yilni ham. Mana mesestralarni o'zi ham doktor, o'zi ham ko'tarib, o'ynatib yurdi. Yaxshi ekan doktorlari. Mana jahlim chiqqani, bolalar tez tibbiy markazi 4-больница G'unchada. Bola qancha soat sayin og'irlashyapti biladi o'zi. O'pkasi, yosh bolaning o'pkasi nozik bo'ladi. Soat shunda 1 soatda o'tib ketadi, lekin ular nimagadir olishmadi. Bizani rayon emas, boshqa elektronli bo'lgan deb olishmadi. Telefonim zaryadkasi o'chib qolgan edi, o joylarni videoga olamadim. Ushib ketdim, oxiri skoriy chaqirib, mana больницаga olib kelishdi. Qoldik majbur shu yerda, lekin yaxshi qarasdi, ko'z tegmasin. Lekin jahlim chiqdi shu 4-больницаdan. Bilmadim. Mayli, yaxshi qolinglar.